Do'stlar, assalomu alaykum. Yangi biznes rubrikamizga start beramiz va birinchi mehmonimiz Havas kompaniyasi bo'ladi. Batafsilroq hammasini aytib beraman. Ketdi. Do'stlar, Havas kompaniyasi bitta do'kondan 2019-yil boshlangan Qushbegida va bu kompaniyaning asoschisi Fathullo Sodiqov bo'ladilar. Hozirda 6 yil ichida 300 tadan ko'p do'konlar ochilgan va 4000 ga yaqin odam shu kompaniyada ish faoliyatini olib boradi va eng qizig'i biz endi raqamlarni yaxshi ko'ramiz. Shu sababli Soliq.uz ma'lumotiga ko'ra 2025-yil fevral oyida Havas 9 million yaqin cashback to'lagan. Bu degani 1% cashback bo'lsa, оборотdan 100% оборoti 90 milliard so'mga yaqin bo'lgan fevral oyining o'zida va eng qizig'i birinchi marta bizning o'zbek milliy brendimiz, brendining o'zi, kompaniya emas, brendining o'zi 112 million dollarga baholandi. Bu juda ham dahshat yangilik, sababi oldin faqatgina katta xorijiy kompaniyalar bunaqa baholanardi, lekin bizning O'zbekistonimizning o'zida noldan o'sib chiqqan shunaqa brend baholangani bu menimcha zo'r yangilik va bu haqida hatto Forbes Qozog'iston ham yozib ma'lumot chiqarishdi. Nima deyman? Havas kompaniyasiga omad tilab qolaman va biznes yangi razbor rubrikamizga start berdik. Yoqqan bo'lsa like bosib, izohda qaysi kompaniyadan razbor qilaylik tilab qolinglar.